Assalomu alaykum azizlar. Sog' salomat, muborak Zulhijja oyiga qadam qo'ydingizmi? Musulmon e'tiqodidagi eng ulug', eng muborak kunlar. Islom dinining 5 farzidan biri bo'lmish haj ibodatlari bajariladigan mashaqqatli va qutlug' ayyomlar. Azizlar, yana tarixga nazar tashlaymiz. Bu safar 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida Misrda yashab o'tgan ulug' olim Muhammad Xuzari hazratlarining Nurul Yaqin asarlariga murojaat etamiz. Islom dini tarixini o'rganishda eng mo'tabar manbalardan biri sifatida e'tirof etilgan ushbu kitobchada ikki olam sarvari payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning hayotlari, siratlari, ibratlari qisqa, lekin mazmunan mukammal tarzda bayon etilgan. Asardagi vidolashuv haji bo'limi shunday boshlanadi. Hijratning 10-yili payg'ambar alayhissalom musulmonlar bilan xayrlashuv hajini ado etdilar. Rasululloh Zulqa'da oyining 25-si, ya'ni shanba kuni Madinada yo'lga chiqdilar. Payg'ambar alayhissalom bilan birga 90 ming odam safarga otlandi. Rasululloh ulovlari qo'zg'algan joyda niyat qilib ihrom bog'ladilar hamda labbayk Allohumma labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, ya'ni ey Alloh, men sening itoatingdaman, sening sheriging yo'q, sening itoatingdaman. Barcha hamdu sano, jami mavjudotlarni boshqarish va ne'mat berish senga xos, sening sheriging yo'q, deya talbiya aytdilar. Sarvari olam to'xtamay yo'l bosib, quyosh ko'tarilgan paytda Kado tepaligidan oshib Makkaga kirib bordilar. Baytullohga ko'zlari tushgan asnoda uni yanada sharofatli, yanada ulug', yanada salobatli va yanada yuksak qilgin dedilar va bu muqaddas dargohni 7 qayta tavof ayladilar. Hajarul Aswadni istilom qildilar. Maqomi Ibrohimda 2 rakat namoz o'qidilar. Obi Zamzamdan ichdilar. Safo bilan Marva tog'lari orasida ulov bilan 7 marta qatnadilar. Har gal Safo tog'iga chiqqanlarida yolg'iz Allohdan boshqa hech iloh yo'q. Alloh va'dasini ro'yobga chiqardi. Bandasiga, ya'ni payg'ambariga yordam berdi. Allohning bir o'zi mushriklar to'dasini mag'lub etdi, dedilar. Sarvari olam Zulhijja oyining 8-kuni Minoga kelib dam oldilar. So'ngra shu oyning 9-kuni Arofatga chiqdilar va shu yerda islom dinining asosiy shahobchalari batafsil bayon etilgan ulug' nutqlarini irod etdilar. Azizlar, asar davomida berilgan vido nutqini har bir musulmon o'qib o'rganishi, hayotiga tatbiq etishi lozim ekan. Ilohim barchalarimizga nasib bo'lsin. Shu kungi vido nutqi Alloh taoloning mo'minlarga ne'mat o'laroq tushirgan vahiy kalimalari bilan yakunlanadi. Bu Qur'oni Karimning Moida surasi 3-oyatida bayon etilgan. Bismillahirrohmanirrohim.
Bugun sizlarning diningizni kamolga yetkazdim. Sizlarga ne'matimni batamom qildim va sizga islomni din deb rozi bo'ldim. Bu xabar Arofat tog'ida ming-minglab guvohlar oldida yangradi. Allohu akbar. Azizlar, demak, Arafa kuni ham nihoyatda ulug' bayram qilishga arzigulik kun ekan. Shu xayollar tug'yonida bitilgan she'rimni e'tiboringizga havola etaman. Tinglab bahra oling. Bismillahirrohmanirrohim. Arofat tog'ida. Arofat tog'ida turgan birodarlar, menam borman. Ko'pam joy olmagay ruhim, biroz siljing, sizga yorman. O'zim bunda, dilim unda, qafasdan chiqdi qalb shodon. Bugun manzil Arofatda, safingizda menam borman. Qay vatandan yig'ildingiz, Robbim suygan mehmonlari. Yurtim olis, tilim boshqa, biroq dildan birodarman. Ko'kka yetar talbiyalar, dilingizda yolg'iz Alloh. Sizga jo'rman takbir bilan, qatoringizda qoyimman. Qarshingizda tog'i rahmat, yog'ar undan nuri rahmat. Bu tog'larda odam ato, vasli Havvo onam bilan. Bu tog'lardan sado kelar, so'nggi xutba yetkazdimmi? Qoldiryapman sizga Qur'on va sunnatim, bo'ling bardam. Ne qutlug' kun, qutlug' makon, bugun uyg'oq yeru osmon. Nasib etgan qadamlarga g'animat o'tguvchi har on. Duolarga qo'l ochdingiz, ijobat aylasin Robbim. Sizlar bilan ko'zim yoshlab, duodan baxtiyordirman. Rukni haj bu, hajji mabrur, tilarman har biringizga. Arofatda, safingizda, inshaalloh menam borman. Rahmat azizlar, e'tiboringiz uchun. Kelayotgan muborak Idi Qurbon hayiti muborak bo'lsin deya xayrlashaman. Omon bo'ling azizlar.